Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun qo'limda Shvetsiyada o'ltirishliq Zulhayat O'tkir xonimning Sayyohlar izidan nomli bu katta kitobi. Ajoyib esil ishlangan mazmunimi bek yaxshi. İlgiri kitap o'qish munbirimizda mazkur kitobdan bir necha parcha asarni tanlab o'qib bergan. Bugun hozirlarga Lovisa Ingevall degan temadagi bir bölümni o'qib beray dedim. Aldı bilan bu xonimning rasmini bir ko'rsatib qo'yay. Mana Yevropacha kiyim bilan tushgani, andin Uyg'urcha. Ayni vaqtdagi. Aniq ko'rindi deb o'ylayman. Kitob xeyli eg'ir. Xo'sh. Bu asarni o'qib berishimda bir sabab bor, chunki muhabbat hikoyasi bor. Ayni chaqda yana 1900-yilning boshlarida bu xonim vatanimizga bordi ekan. Shu vaqtda bir Uyg'ur bolaga oshiq bo'lib qoladi ekan. Ham shu sababli xeyli ko'p riyozatlarni chekar ekan. Xo'sh, oldi bilan maqolani o'qib beray. Lovisa Ingevall. Lovisa Ingevall Shvetsiyaning Värmland өлkəsində tug'ilib, 1900-yillarning 5-i Sharqiy Turkistonga kelib, shu yerda yashagan missioner doktor ayol. Lovisa tarixda ajoyib sarguzashtlari bilan xotirlanadigan bo'lib, Lovisa haqida bir qancha parcha maqolalar yozilgan. Shundaqla uning singlisi Kristinaga yozgan 200 necha parcha xatga asosan yozilgan uning singlisining nevrisi Maria Gustavister tarafidan yozilgan aslimi romani Hamshira Lovisa da bayon qilinishicha, uning qilmishlari na xristianlar tarafidan, na musulmonlar tarafidan qabul qilinmaydigan qilmish edi. Lovisa 1865-yili Shvetsiyaning Karlskoga shahrida tug'ilgan bo'lib, ilgari missionerlar maktabida va Londonda meditsina maktabida sestralikni o'rganib, bilim oshirgan. U 1899-yili Shvetsiya din tarqatuvchilari Magnus Backlund, Maria Anderson qatorliqlar bilan birga tunji qitim Sharqiy Turkistonga safar qiladi. U shu vaqtda 35 yoshga kirgan bo'lib, texi to'y qilmagan qiz edi. U vaqtlarda Sharqiy Turkistonga Sankt Petersburg orqali borg'ili bo'ladi. U yerdan poyezd bilan Rossiya Turkistoni, ya'ni G'arbiy Turkistonga boradi. Andin u yerdan Kona karvon yo'li orqali tog'dan otliq ortilib o'tadi. Bu yo'l haqida Gunnar Yaringmo o'z aslimisi Qashqarga qaytish safarida Pamir tog'laridan kesib o'tish haqida tafsili bayon qilgan bo'lib, bu yo'lda oz deganda bir hafta otliq minishga to'g'ri keladi. 1900-yili Lovisa va uning sabdoshlari Qashqarga yetib keladi. Uning vazifasi sestralik qilish bilan birga musulmonchilikni qattiq kuchli deb ta'riflangan Uyg'urlarni xristianlarga aylantirish edi. Aniqki bu vazifani ijro qilmoq oson emas edi. U Qashqarda turish jarayonida sabdoshlaridan yerliklar bilan bak ishquyun, toshquyun bo'lib ketganligi tufaylidan qattiq qarshiliklarga duch keladi. Shuning bilan Lovisa 1906-yili Shvetsiyaga qaytib ketishga majbur bo'ladi. Lekin Sharqiy Turkistonga bo'lgan mehri uni yana o'ltirg'izmaydi va 1908-yili qayta Sharqiy Turkistonga keladi. 1912-yili u o'zi yolg'iz Yeni Sardagi yeni ta'sis qilingan missionerlar punktida ambulatoriya ochdi va u yerda To'xtaxun ismli bir Uyg'ur xizmatchiga
ko'ngli tushib kelib muhabbatlashadi. Buni sezib qolgan boshqa missionerlar uning bu harakatini qabul qila olmay, missionerlar punktidan haydaladi. Keyin u Shvetsiyaga qaytib ketmasdan o'zining qalb tevishlariga agishib, To'xtaxon va uning o'g'li bilan birlikda G'arbiy Turkistondagi O'shqa, ya'ni hozirgi Qirg'izistonga yetib keladi va shu yerda To'xtaxon bilan to'y qilib, birer yil yoshirun er-xotin bo'lib yashaydi. U Qashqardagi missionerlar bilan aloqasini uzishga majbur bo'lg'ashqa, eri To'xtaxon bilan birlikda Kucharga berib, toki 1935-yilgacha shu yerda sestralik qilib yashaydi. U ko'pincha sunuq, kuyuk yoki boshqa zaxmlanishlarni davolaydi. Lovisaning xatchaklarida ayni vaqtda bu rayonda turli jinsiy kasalliklarning intayin ko'p ekanligini bayon qiladi. U yana tug'ut doktorimi bo'lgan edi. U vaqtlarda tug'ut ayollarning hayot mamatiga taqiladigan ish bo'lib, Lovisa bir qancha tug'utga ulgurolmay qilib, u kelgucha ayollar jinidan ayrilgan edi. Lovisa singlisiga yozgan xatlarning birida Uyg'ur ayollarining nihoyatda kichik to'y qilg'ashqa, tug'ut yeshining intayin kichik bo'ladiganligi va ularning ko'pincha hollarda tug'utda yerlik xurafiy choralarni qo'llanadiganligini aytadi. Masalan, tirik mekiyonni to'tga parchalab, tug'utliq uyning kayniga ko'mib qo'yib, tug'utning oson bo'lishini tilashga o'xshash harakatlar. Lovisa bu jarayonda Uyg'ur ayollari bilan bevosita uchrashqashqa, ularning yurish turishi va oila munosabatlarini yaqindan kuzatgan va baho bergan. U Uyg'ur ayollarining ichida ko'pincha vitamin D kamchiligi tufaylidan raxt kasaliga giribdor bo'lguvchilarning xili ko'p sonni egallaydiganligini va bunday bo'lishining sababi ko'pincha Uyg'ur ayollarining chumbalga o'rang'ini uchun kun nuri ko'rmaganlikdan vitamin D kamchilligini keltirib chiqarganligini bayon qiladi. Lovisa Qashqarda turayotganda 5 nafar musulmon kishini cho'qindirgan bo'lib, bu kishilar echinishli taqdirga mubtalo bo'lgan. Biri oilasi tarafidan o'ldirilgan, biri g'oyib bo'lgan, yana biri Makkaga tavob qilg'ili ketgan. Qolgan 2 nafar bo'lsa missionerlar punktining ichida yashagan bo'lib, hayoti har doim o'lim tahdidiga uchrab turgan. Missionerlarning ichidami ishki ziddiyat ig'ir bo'lib, eg'izida bir-birini hamshira, qarindosh deb turgani bilan yoshirun hasadxo'rlik va qorniyat qoplagan edi. Ba'zilarining salomatligi ig'ir darajada buzilishga boshlagan. Lovisaningmi oshqozon kasali bor bo'lib, doim yondiradi. Kucharga kelgandan keyingi bir qancha yil ichida Tungallar Kucharni kontrol qilgan vaziyatga duch kelgan bo'lib, xristianlar qattiq bostirishga uchirgan edi. Lovisa singlisiga yozgan xatida o'zining hayotidan nihoyatda mamnun ekanligini, hozirda diniy targ'ibotda bo'lmaganligini aytadi. Keyingi xatlarida Lovisaning g'am g'ussallari boshlanadi. To'xtaxonning o'g'li Mahmadning balog'atga yetib, nihoyat o'ron, yolg'onchi, gap anglamaydigan bo'lib ketganligini, nash chekishga boshlaganligini, To'xtaxonning qimorga kirishib qolganligi va yangi bir xotinga uylanganligidek bir qator ahvollarni yozdi. Lovisa borgan sari o'zini nihoyat yolg'iz va baxtsiz his qiladigan bo'lib qoladi. U Kucharda doktorxona ichib, tug'ut va sunuq operatsiyalarini elib berishdan boshqa ot, qo'y, kala qatorliq chorvalarni beqib, kayfiyatini tanshab o'tmoqchi bo'ladi. Lovisa o'zining meditsina kasbini nihoyat qizg'in so'yatdi va kasbidan faxrlanadi. U o'zining ayni vaqtda Kuchardagi eng usta doktor deb ta'riflanganligini so'zlab berdi. U yana o'z topgan pulga yer setib olib, Kucharda missioner punkti qurish ideyasining borligini va uning planini qilish uchun 1923-yili Qashqardagi bosh punktga berib, xizmatdoshlari bilan ko'rishdi. Ammo bu qitim ular so'g'uq muomalada bo'lmaydi. Qashqarda ularning davolash ishlarida odam kuchiga ehtiyoji bor edi. Lekin uning yangi punkt qurish plani
planini ancha qo'llab ketmaydi. Bu vaqtda Kucharning shahar boshlig'ining uning tezdan qaytib kelib, doktorxona ishlarini qo'liga elishini talab qilib yozgan xatini topshirib oladi. Lovisa 1925-yili Kucharga qaytib keladi. U Kucharga kelganida To'xtaaxun va uning o'g'lining kun bo'yi nash chekib, qimor o'ynab, hamma narsasini utirib atganligini, yangi xotinining bir tikkichilik do'koni ochganligidek vaziyat uni kutib olgan edi. U garchi To'xtaaxun bilan ajrashib ketgan bo'lsa-mu, lekin yana ularga yordam qiladi. Lovisa Kucharda bir qancha yil tinch aman turmush kechirdi. Uyg'ur bemorlarmi uningga ko'rinishni yaxshi ko'radi. 1932-yili Sharq Turkiston bo'yicha ichki urush o'zgarishi yuz berib, Tungallar Kucharni egallagan edi. Bu mezgilda 2 yildak xatchaklar to'xtab qoldi. Bexatarlikni ko'zda tutib, Qashqardagi missionerlar punkti Lovisani Shvetsiyaga qaytib ketish buyruqi tushirib, 2 kishini uni elib kelishga avatdi. Bu vaqtda Lovisa 70 yoshga kirib qolgan bo'lib, yashangan va ojiz bo'lib qolgan edi. Shunga amal yo'q, qaytishga ma'qullik bildirdi. Uning singlisining navrisi yozgan romanda bu jarayonda garchi To'xtaaxun bilan ajrashib ketgan bo'lsa-mu, lekin Lovisaning yanala To'xtaaxunni xizmatchilikka taklif qilganligini, hatto Lovisani qo'g'dab chegaragacha uzitib borganligini bayon qiladi. U uxlagan vaqtlarda To'xtaaxun eshikning oldida postakda turib uni qo'g'dagan edi. Baxtga qarshi Lovisa Shvetsiyaga yetib bora olmay yo'lda vafot bo'ladi va Moskvaga dafn qilinadi. Lovisa Kucharda yashagan vaqtda nurg'unlagan dunyoga dangliq kishilar uning bilan ko'rishib, uni yo'qlab ketgan. Ularning ichida Svin Hedin, Gunnar Yaring, Niels Ambolit va Angliya bosh elchisi Hunter qatorliqlar bor edi. Mana Lovisa xonimninki qisqacha hayoti. Endi yana bir qisqa maqolani bir o'qib o'tay. U bo'lsa-mu, bir Xristian Morty Habilning o'limi. Habil mana bu yerda shu nima yozgan, Gustav Albert yozgan kitobning rasmini ko'rsatib qo'yay. Vala. Müsüm o'qib beray. Kitap egri olgandan keyin. Ama bir katta kitapçım. Bir Xristian Morty Habilning o'limi. 1932-yili Sharq Turkistondagi missionerlarning nihoyat qiyin va jafoliq vaqtlari hisoblanadi. 1932-yili 4-noyabrdan 11-noyabrgacha Qashqarda Shved missionerlari Sharq Turkistondagi faoliyatining 40 yilligini tabriklash konferensi o'tkazildi. Keyingi yili Sharq Turkiston vaziyatida qonliq voqealar va qo'zg'olonlar sababidan missionerlar yurtiga ketishga majbur bo'ladi. 1933-yili 12 aprelda Shengshay Sharq Turkistonning harbiy rahbari deb jakarlanadi. Bu vaqtda Qashqardan boshqa Turpan, Qarashahar, Kuchar va Oqsulardimi qo'zg'olon va to'polonlar yuz berib turadi. Bir qism missionerlar Angliya konsulxonasiga qochib berib oladi va shu yerda bir mazgil jinini saqlab turadi. Qirg'izlardanmi 2000 dak qurolliq askar Qashqarga yetib kelib, Tungan qo'shini bilan Xitoylar birlashib, Qirg'iz va Uyg'urlarga qarshi jang boshlanadi. Habilning asli ismi To'xtaaxun bo'lib, 15 yosh vaqtida missionerlar punktiga kelib, o'zining xristian diniga kirish orzusining borligini aytadi va cho'qindirilib muridga aylanadi.
Shundan keyin Habil, ya'ni Abel degan ismni qo'llanadi. Keyin u missionerlar qurgan Darıltamda tarbiyalandi. Gustav Albert yazgan bir Hristiyan muridi Habilning o'limi namlı kitapta onun ösüp yetiliş jarayoni va o'limi bayon qilingan bo'lib, kitapda ayni vaqtdagi Sharq Turkistonning siyosiy vaziyati, shundaqla din tarqatquchilarning echinishlik vaziyati bayon qilingan. Kitapda yana Ramzan, Ro'za hayit va Qurbon hayitdagi qoida yo'sin va urf odatlar tasvirlangan. Missioner A.G. Palmberry'ning bayon qilishicha, shu yili 27 aprelda qo'zg'olon rahbarlaridan 24 yoshli Abdulla Qashqarga amir bo'lib tayinlandi. Missionerlarning tasvirlashicha, u diniy mizonga intayin amal qiladigan qabih va rahimsiz kishi edi. Bundan burunmu u missionerlar bilan suhbatda bo'lungan, lekin ularni qo'lga elishga fursat topolmagan edi. Mana endi uning huquqini ishlatadigan vaqt keldi. Amir Abdulla missioner doktor Nostromni oldiga chaqirtib keladi va uningdan narkoz dora o'qollarga ehtiyoji borligini va ularni elib kelishni talab qiladi. Doktor Nostrom dora o'qollarni qachilab hisobini qog'ozga yozib tayyorlaydi. Ardın uzoq o'tmay 2 nafar hindi oqsoqol dora o'qollarni elib ketish uchun yetib keladi. U oqsoqollar yana missionerlarni Amir Abdullahga hurmat ko'rsatishi kerakligini, oldiga salomga berish kerakligini aytadi. Missionerlar oqsoqollarning gapi bo'yicha Amirning yeniga salomga berish uchun atlandi. Amirning huzuriga yetib kelgandan keyin doktor Nostrom dora o'qollarning ishlatish usulini ularga tushuntirdi. Bir qancha xizmatchilar uning so'zligidan xotir qoldirib oladi. Ondan keyin Amir o'zi kirib keladi. Uning qarashlari nihoyat qabih edi. O bir qo'l yog'liq bilan burnini to'sib olgan bo'lib, o'zining dinsiz ishlar bilan ko'rishgan vaqtdagi pozitsiyasini ifodalash uchun shunday qilish kerak edi. O bir qator savollarni so'ragandan keyin boshqa mas'ul topolmay, missionerlarning narkoz dori o'qollarini qo'llanib, xalqni zaharlaganligi haqida shikoyat qiladi. Birazdan keyin u varqirgan holda o'zining qonun bo'yicha missionerlarni jinidan judo qilish kerakligini, chunki yot dinlarni targ'ib qilib va tarqitib islom diniga to'sqinlik qilganligini aytdi. Keyindinlar missionerlarni bog'lab tutishga buyruq tushirdi. Etilib kelgan amir qo'llari bog'langan doktor Nostromni netçini tepib etdi. 3 nafar missionerni qo'rg'oga olib chiqib, qurolliq askarlarga o'tkazib berdi. Bu kishilar amirning og'zidan o'lim buyrug'ini kutib, o'zlariga o'q etishini kutib turardi. Yonda turgan hindi oqsoqollari amirga so'z qilib, uni chet elliklarni o'ltirmaslik haqida ogohlantirdi. Mayada bir surat bakkan Habilni etishga buyruq tushirgan Amir Shoh Mansur Abdullah niyati bor. Rasm bak. Amir Abdullah bularni o'ltirmay missionerlarning 8 kun ichida davlat chegarasidan chiqib ketishi haqida buyruq tushirdi. Şunun bilan missionerlar qo'yib berilib, hindi oqsoqollarining yeniga vaqtliq surgun qilinadi. Missionerlar punktida ayol missionerlar va xristian diniga kirib punktda xizmat qilib atgan yerliklardan Yosif, Yohannes, Habil va Mehmet Niyaz qatorliqlar qolgan edi. Yosif Yohannesning dadasi Kashmirlik savdogar apsi Uyg'ur edi. O Şivit basmaxonasidagi asosliq xizmatchilardan biri bo'lib, Habilga ko'p ishlarni o'rgatgan va do'st bo'lgan edi. Bir kuni ularning duo tilovatlari oyoqlashib
turishıga askarlar kelib ularni qo'lga oladi. Arqadan Habilni kishilarning ko'z oldida etib tashlaydi. Habil yiqilgandan keyin Amir uning jasadini qilichi bilan no'qib turib ko'pchilikka "Buni ko'rdinglarmi?" deb nido qiladi. Amir Habilning jasadini shahar sepilining sirtiga tashlab etishni va 8 kundan keyin itlarning jasadini talab bartaraf qilishiga topshirganligini aytadi. Lekin 3 kundan keyin ba'zi yaxshi niyatli musulmon kishilar Habilning jasadini ko'mib qo'ygan edi. Missionerlar Habilni tirishchan, aqlli yigit edi deb hurmat bildirishdi. Habil va ataq singlisi Hava. Meyat bir parcha rasm kirgizilgan ekan, ancha aniq emaskan. Mana bugun qisqa bo'lsa-mu ikki parcha maqolani o'qib berdim. Keyin yana fursat bo'lgan vaqtida bu kitobdagi maqolalardan tanlab hozirlarga sunaman. Ma'qul amsa kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh.